Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Yangi pensiya tizimiga o'tish nimani anglatadi? Pensionerlarni nima kutmoqda? Kimning pensiyasi o'zgarishi mumkin? Kim xavotir olmasligi kerak? Va eng muhimi, oddiy fuqaro hozirdan nimalarni tekshirishi shart? Bu ma'lumot faqat hozir pensiya olayotganlarga emas, balki hali pensiyaga chiqmagan, lekin ish staji, maoshi, mehnat daftarchasi. Elektron bazadagi ma'lumotlari kelajak pensiyasiga ta'sir qiladigan har bir inson uchun juda muhim. Men bu mavzuni oddiy tilda, lekin ekspert sifatida aniq tushuntiraman. Chunki pensiya masalasida bitta noto'g'ri tushuncha. Bitta yetishmayotgan hujjat yoki bazaga kiritilmagan ish staji odamning yillar davomida kamroq pensiya olishiga sabab bo'lishi mumkin. Videoni oxirigacha ko'ring, hozirroq kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bu kabi moliyaviy va ijtimoiy masalalarda vaqtida xabardor bo'lish juda katta ahamiyatga ega. Avval pensiya tizimi qanday ishlaganini tushunib olaylik. Ko'p yillar davomida pensiya hisoblashda asosiy e'tibor mehnat stajiga, ish haqi haqidagi ma'lumotlarga, mehnat daftarchasiga, arxivdan olingan ma'lumotnomalarga va fuqaroni qaysi davrda, qaysi tashkilotda ishlaganiga qaratilgan. Ya'ni odam pensiya yoshiga yetganda u pensiya jamg'armasiga yoki tegishli tashkilotga borib, o'zining mehnat faoliyatini tasdiqlovchi hujjatlarni yig'ardi. Ba'zida hammasi joyida bo'lardi, ba'zida esa muammo chiqardi. Korxona yopilgan, arxiv topilmaydi. Mehnat daftarchasida muhrni aniq ish haqi ma'lumotlari yo'q. Ayrim yillar bazada ko'rinmaydi. Endi esa tizim bosqichma-bosqich elektronlashmoqda. Bu nimani anglatadi? Davlat organlari, soliq tizimi, bandlik tizimi, MyTokup.uz, pensiya hisob-kitob bazalari va ish beruvchilar tomonidan kiritilgan ma'lumotlar bir-biri bilan bog'lanib boryapti. Maqsad shuki, kelajakda fuqaro pensiyaga chiqayotganda o'nlab qog'oz va hujjat ko'tarib yurmasin. Uning ish staji, rasmiy daromadi, sug'urta badallari yoki soliq to'lovlari elektron tizimda ko'rinib tursin. Lekin men bu yerda juda muhim narsani aytaman. Elektron tizim qulaylik beradi, ammo u xato bo'lmaydi degani emas. Agar sizning eski ish joyingiz ma'lumotni noto'g'ri kiritgan bo'lsa, ayrim davrlar bazaga tushmagan bo'lsa, siz rasmiy emas, og'zaki kelishuv asosida ishlagan bo'lsangiz yoki maoshingizning bir qismi konvertga berilgan bo'lsa, yangi tizimda bu sizning pensiyangizga bevosita ta'sir qiladi. Chunki tizim avvalgidek men falon joyda ishlaganman degan gapga emas, hujjat va elektron tasdiqqa qaraydi. Yangi yondashuvning eng katta farqi shundaki, pensiya masalasida shaffoflik kuchayadi. Ya'ni kim qancha rasmiy ishlagan, qancha daromad olgan, qaysi davrlarda ish staji tasdiqlangan, qaysi davrlarda uzilish bor, bular aniq ko'rinadi. Bu bir tomondan adolatli. Butun umr rasmiy ishlagan odam bilan rasmiy staji kam odam o'rtasida farq bo'lishi tabiiy. Ikkinchi tomondan ayrim fuqarolar uchun bu og'riqli bo'lishi mumkin. Chunki ko'pchilik yillar davomida ishlaganman-ku, bo'ldi deb o'ylagan. Lekin ishlaganini tasdiqlovchi ma'lumotlar to'liq emas. Masalan, bir ayol 1995 yildan 2005 yilgacha tikuv sexida ishlagan bo'lishi mumkin. O'sha paytda sex xususiy bo'lgan, keyin yopilib ketgan. Mehnat daftarchasida yozuv bor. Lekin muhr xira, buyruq raqami ko'rsatilmagan, arxivga topshirilgan hujjatlar esa topilmayapti. Eski tizimda ham bunday vaziyat muammo edi. Yangi tizimda esa elektron tasdiq bo'lmasa, masala yanada sinchiklab tekshiriladi. Shuning uchun men doim aytaman, pensiya chiqishga bir oy qolganda emas, kamida bir necha yil oldin hujjatlarni tekshirish kerak. Yana bir misol, erkak kishi 30 yil ishlaganman deb hisoblaydi. Lekin tekshirilganda 3 yilning 2 yili norasmiy bo'lib chiqadi. Ya'ni u ishga qatnagan, maosh olgan, lekin mehnat shartnomasi bo'lmagan yoki soliq to'lovlari yuritilmagan, natijada rasmiy staj 22 yil bo'lib qoladi. Bu esa pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Odam o'sha 8 yilni hayoti yo'qotmagan. Albatta, lekin pensiya tizimi uchun asosiy savol, bu davr qonuniy hujjat bilan tasdiqlanganmi? Birinchi navbatda, mehnat faoliyatida uzilishlar ko'p bo'lgan odamlar e'tiborli bo'lishi kerak. Masalan, bir necha yil chet elda ishlagan, keyin qaytib kelgan, keyin xususiy korxonada ishlagan. Keyin yakka tartibdagi tadbirkorlik qilgan fuqarolarda ma'lumotlar turli manbalarda bo'lishi mumkin. Bunday holatda har bir davr alohida tekshiriladi. Chet elda ishlagan yillar avtomatik ravishda pensiya stajiga kiradi deb o'ylash xato. Bunda davlatlararo kelishuvlar, to'langan badallar, rasmiy hujjatlar va boshqa shartlar ahamiyatli bo'ladi. Ikkinchi guruh, norasmiy ishlaganlar. Bu eng katta xavf zonasi. Ko'pchilik xo'jayini maosh bergan, demak ishlaganman deb o'ylaydi. Lekin pensiya hisobida
maosh oldim degan gap yetarli emas. Rasmiy shartnoma, soliq yoki badal to'lovlari, ishga qabul qilish buyrug'i, mehnat daftarchasidagi yozuv. Elektron bozordagi ma'lumot bo'lishi kerak. Agar bular yo'q bo'lsa, keyinchalik isbotlash qiyin bo'ladi. 3-guruh eski korxonalarda ishlaganlar. Sobiq kolxoz, sovxoz, zavod, fabrika, qurilish tashkiloti, kichik xususiy firma, kooperativ, shirkat va shunga o'xshash joylarda ishlagan fuqarolar hujjatlarini oldindan tekshirtirishi kerak. Chunki o'sha tashkilotlar tugatilgan bo'lishi, arxivga topshirilmagan bo'lishi yoki hujjatlarda xatolik bo'lishi mumkin. 4-guruh ayollar, ayniqsa bola parvarish ta'tili, dekret davri, ishga qaytish sanalari, ish joyini almashtirish holatlari to'g'ri aks etganmi? Shuni tekshirish kerak. Ayrim ayollar men 25 yil ishlaganman dedi. Lekin hujjatlarda ayrim davrlar noto'g'ri kiritilgan. Bola parvarishi bilan bog'liq davrlar tasdiqlanmagan yoki ish beruvchi ma'lumotni to'liq topshirmagan bo'ladi. Agar siz doim rasmiy ishlagan bo'lsangiz, ish beruvchingiz soliq va hisobotlarni to'g'ri topshirgan bo'lsa, mehnat shartnomalaringiz bor bo'lsa, elektron bazada ish stajingiz ko'rinib tursa, sizda xavotir kamroq. Lekin bu umuman tekshirmasam ham bo'ladi degani emas. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odam davlat tashkilotida 20 yil ishlagan. Hammasi joyida deb o'ylaydi. Lekin bazada 1 yil noto'g'ri sana bilan kiritilgan bo'ladi. Masalan, ishga kirgan sana 2004 yil 2 sentyabr emas. 2005 yil 1 sentyabr deb tushib qolgan. Bir qarashda bitta raqam, lekin pensiya hisobida bu 1 yil staj degani. Yoki maosh ma'lumotlari noto'g'ri bo'lishi mumkin. Pensiya miqdorida faqat staj emas. Ayrim holatlarda ish haqi ko'rsatkichlari ham muhim rol o'ynaydi. Agar bir davrda siz yuqori rasmiy maosh olgan bo'lsangiz, lekin hujjatda pastroq ko'rsatilgan bo'lsa, bu sizga zarar bo'lishi mumkin. Shuning uchun rasmiy ishlagan odam ham o'z ma'lumotlarini tekshirishi shart. Tasavvur qiling, ikki fuqaro bor. Birinchisi 30 yil davomida rasmiy ishlagan, maoshi doim hujjatda ko'rsatilgan, soliq va ajratmalar yuritilgan. Ikkinchisi ham amalda 3 yil ishlagan, lekin shundan 12 yili norasmiy bo'lgan. Tashqaridan qaraganda ikkalasi ham bir xil mehnat qilgan. Lekin pensiya tizimi hisob-kitob qilganda birinchi fuqaroning 3 yili ko'rinadi. Ikkinchisining esa faqat 19 yili tasdiqlanadi. Mana shu farq pensiya miqdorida seziladi. Yana bir vaziyat. Fuqaro 1990 yildan 2000 yilgacha zavodda ishlagan, zavod yopilgan. Mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin ish haqida ma'lumot yo'q. Agar arxivdan tasdiqlovchi ma'lumotnoma olinsa, o'sha davr hisobga kirishi osonlashadi. Agar arxivda ham ma'lumot bo'lmasa, qo'shimcha dalillar talab qilinishi mumkin. Bu jarayon vaqt oladi. Shuning uchun men odamlar pensiyaga chiqishdan oldin emas, hozirdanoq tuman arxivlariga, sobiq ish joylariga, tegishli idoralarga murojaat qilib, hujjatlarni to'plashini maslahat beraman. Yana bir oddiy misol. Ayol 3 nafar farzand tarbiyalagan, bir necha marta dekret ta'tilida bo'lgan. Ish joyida bu davrlar to'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lsa, muammo bo'lmaydi. Lekin buyruqlar saqlanmagan. Mehnat daftarchasida ishga qaytgan sana noto'g'ri yozilgan yoki elektron bazaga bola parvarishi davri noto'g'ri tushgan bo'lsa, pensiya hisobida savollar paydo bo'ladi. Bu savollarni hal qilish uchun tug'ilganlik guvohnomalari, ish joyidan buyruqlar, arxiv ma'lumotlari kerak bo'lishi mumkin. Pensiya tizimida hamma narsani bitta umumiy qoida bilan tushuntirib bo'lmaydi. Ayrim kasblar, ayrim ijtimoiy toifalar, ayrim mehnat sharoitlari bo'yicha alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Masalan, zararli yoki og'ir mehnat sharoitida ishlaganlar, ya pedagoglar, tibbiyot xodimlari, harbiy xizmat bilan bog'liq davrlar, nogironligi bo'lgan shaxslar, boquvchisini yo'qotgan oilalar, ko'p bolali onalar bo'yicha alohida normalar mavjud bo'lishi mumkin. Lekin bu yerda ham asosiy narsa o'zgarmaydi. Huquq borligini aytish yetarli emas, uni hujjat bilan tasdiqlash kerak. Masalan, odam men zararli sexda ishlaganman deydi. Lekin qaysi sex, qaysi lavozim, qaysi davr, bu lavozim ro'yxatda bormi? Ish sharoiti qanday tasdiqlangan, bularning hammasi muhim. Lavozim nomi hujjatda noto'g'ri yozilgan bo'lsa ham muammo chiqishi mumkin. Masalan, amalda odam elektr payvandchi bo'lib ishlagan, lekin hujjatda oddiy ishchi deb yozilgan. Keyin u imtiyozli pensiya huquqini isbotlamoqchi bo'lsa, hujjatda lavozimingiz boshqacha degan javob olishi mumkin. Yana bir nozik jihat, yakka tartibdagi tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilganlar. Ko'pchilik men tadbirkorman demak staj ketmoqda deb o'ylaydi. Lekin bu yerda to'lovlar, ro'yxatdan o'tgan davr, faoliyat turi, badallar yoki qonunchilikdagi tegishli talablar muhim.
faqat nomiga ro'yxatdan o'tib, keyin majburiy to'lovlarni bajarmagan bo'lsa, kelajakda pensiya hisobida kutilmagan muammo chiqishi mumkin. Eng katta xavflardan biri bu ma'lumotlardagi nomuvofiqlik. Pasportdagi ism sharif bir xil, mehnat daftarchasida boshqacha, eski hujjatda otasining ismi qisqartirib yozilgan, nikohdan keyin familiya o'zgargan. Lekin ayrim hujjatlar eski familiyada qolgan. Bunday holatlar juda ko'p uchraydi. Masalan, ayol qizlik familiyasi bilan 10 yil ishlagan, keyin turmushga chiqib familiyasini o'zgartirgan. Agar bu bog'liqlik hujjatlar bilan aniq tasdiqlanmasa, tizimda ikki xil shaxsdek ko'rinishi mumkin. Shuning uchun nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar juda muhim. Ikkinchi xavf mehnat daftarchasidagi xatolar. Sana ustidan chizilgan, muhr yo'q, imzo yo'q, buyruq raqami yozilmagan, tashkilot nomi to'liq emas. Bularning har biri pensiya tayinlash jarayonida savol tug'diradi. Men buni qo'rqitish uchun aytmayapman, balki odamlar vaqtida tekshirsin deyapman. Chunki hujjatdagi xatoni tuzatish uchun ba'zan sobiq ish beruvchi, arxi, sud yoki boshqa idoralar orqali harakat qilishga to'g'ri keladi. Uchinchi xavf, hammasi avtomatik bo'ladi degan noto'g'ri tasavvur. Tizim elektronlashmoqda, ko'p ma'lumotlar avtomatik almashadi. Lekin avtomatik tizim bor ma'lumotni ko'rsatadi. Yo'q ma'lumotni o'zi o'ylab topmaydi. Agar sizning 1998 yildagi ish joyingiz haqida hech qayerda ma'lumot bo'lmasa, elektron tizim uni avtomatik qo'shib qo'ymaydi. Siz dalil keltirishingiz kerak bo'ladi. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Oddiy fuqaro nima qilishi kerak? Birinchi qadam, o'z mehnat faoliyatingizni yillar bo'yicha yozib chiqing. Qog'ozga yoki telefonga jadval qilib yozing. Qaysi yildan qaysi yilgacha qayerda ishladingiz? Lavozimingiz nima edi? Rasmiy shartnoma bo'lganmi? Mehnat daftarchasida yozuv bormi? Ish haqi haqida ma'lumot bormi? Masalan, 1997-2002 maktabda o'qituvchi, 2002-2006 xususiy korxonada hisobchi, 2007-2012 tadbirkor, 2013 yildan hozirgacha davlat tashkilotida mutaxassis. Shunda sizda umumiy manzara paydo bo'ladi. Ikkinchi qadam, elektron ma'lumotlaringizni tekshiring. Imkoningiz bo'lsa, My.Biz orqali shaxsiy ma'lumotlar, mehnat staji va tegishli xizmatlarni ko'rib chiqing. Agar o'zingiz kira olmasangiz, farzandingizdan, ishonchli yaqin qarindoshingizdan yordam so'rang. Lekin shaxsiy ma'lumotlaringizni begona odamga bermang. Pasport, OneID, telefon raqam, tasdiqlash kodi kabi ma'lumotlar juda ehtiyotkorlik bilan ishlatilishi kerak. Uchinchi qadam, mehnat daftarchangizni tekshiring. Har bir ishga kirish va ishdan bo'shash yozuvi borligiga qarang. Tashkilot muhri tushirilganmi? Rahbar yoki mas'ul shaxs imzosi bormi? Buyruq sanasi va raqami yozilganmi? Lavozim nomi aniq ko'rsatilganmi? Agar yozuv xira bo'lsa yoki tushunarsiz bo'lsa, o'sha tashkilot hali faoliyat yuritayotgan bo'lsa, oldindan borib aniqlashtiring. Tashkilot yopilgan bo'lsa, arxivga murojaat qilish kerak. 4-qadam, ish haqi ma'lumotlarini yig'ing. Ayniqsa, eski davrlarda yuqori maosh olgan bo'lsangiz, bu ma'lumotlar muhim bo'lishi mumkin. Sobiq ish joyidan yoki arxivdan maosh haqida ma'lumotnoma so'rang. Arizada aniq yozing. Falon yildan, falon yilgacha ishlagan davrim bo'yicha ish staji va ish haqi ma'lumotlarini tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomasi berishingizni so'rayman. Arizada ism sharif, tug'ilgan sana, pasport ma'lumotlari, ishlagan lavozim, taxminiy ish davri aloqa raqami ko'rsatiladi. 5-qadam, familiya yoki ism o'zgarishi bo'lgan bo'lsa, barcha tasdiqlovchi hujjatlarni tayyorlab qo'ying. Nikoh guvohnomasi, ajrim guvohnomasi, ism yoki familiya o'zgargani haqidagi hujjat, tug'ilganlik guvohnomasi kerak bo'lishi mumkin. Bu hujjatlar oddiy ko'rinadi, lekin ular eski ish stajingiz sizga tegishli ekanini isbotlashda asosiy dalilga aylanadi. 6-qadam, agar ba'zida xato ko'rsangiz, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Albatta, yozma murojaat qiling. Tegishli tashkilotga, pensiya jamg'armasi bo'limiga, ish beruvchiga yoki arxivga yozma ariza bering. Arizangizda muammo aniq yozilsin. Qaysi davr ko'rinmayapti? Qaysi sana noto'g'ri? Qaysi lavozim noto'g'ri? Qaysi ma'lumot tuzatilishi kerak? Arizani topshirganingizni tasdiqlovchi raqam yoki kvitansiyani saqlab qo'ying. Chunki keyin men murojaat qilgandim deyishdan ko'ra, murojaat raqami bilan gapirish ancha kuchli. 7-qadam, pensiyaga yaqinlashgan odamlar oxirgi daqiqani kutmasin. Men tavsiya qilaman. Pensiya yoshiga 2-3 yil qolganda hujjatlarni jiddiy tekshirishni boshlang. Agar eski ish joyi bilan bog'liq muammo chiqsa, arxiv javobi, qo'shimcha tekshiruv, kerak bo'lsa sud orqali tasdiqlash jarayoni vaqt oladi. Bir oy ichida hammasini
hal qilish qiyin bo'lishi mumkin. Hozir pensiya olayotganlar uchun eng muhim savol: mening pensiyam kamayadimi? Odatda tayinlangan pensiyalar qonunchilikda belgilangan tartibda qayta hisoblanadi yoki indeksatsiya qilinadi. Lekin har bir o'zgarish avtomatik ravishda hammaning pensiyasi kamayadi degani emas. Shunday bo'lsa ham, agar pensiyangiz noto'g'ri hisoblangan deb o'ylasangiz, qayta ko'rib chiqishni so'rash huquqingiz bor. Masalan, keyinroq qo'shimcha staj hujjati topildi. Arxivdan maosh ma'lumoti chiqdi. Ilgari hisobga olinmagan davr tasdiqlandi. Bunday holatda tegishli idoraga murojaat qilib, pensiyani qayta hisoblash masalasini ko'tarish mumkin. Lekin men ogohlantiraman, internetda hammaning pensiyasi 2 barobar oshadi, hammaning pensiyasi kesiladi. Ertadan yangi pul beriladi degan shov-shuvli gaplarga ishonmang. Pensiya masalasida har bir xabarni rasmiy manbadan tekshirish kerak. Pensiya jamg'armasi, hukumat qarorlari, qonunchilik bazasi. Rasmiy portallar asosiy manba bo'lishi kerak. Telegramdagi noma'lum kanal yoki kimningdir ovozli xabari bilan qaror qabul qilmang. Yangi tizimdan asosiy kutish shuki, hujjatlar tartibga tushadi. Rasmiy ishlashning ahamiyati oshadi. Elektron nazorat kuchayadi. Bu kelajakda adolatliroq hisob-kitobga olib kelishi mumkin. Lekin o'tish davrida eski hujjatlari chala bo'lgan odamlar ko'proq yuguradi. Shuning uchun bugungi eng to'g'ri harakat vahimaga tushish emas, balki tekshirish, to'plash, aniqlashtirish va xatolarni vaqtida tuzatishdir. Men bugun sizga yangi pensiya tizimiga o'tishning eng muhim tomonlarini tushuntirdim. Endi rasmiy staj elektron ma'lumotlar, ish haqi haqidagi hujjatlar, arxiv tasdiqlari va shaxsiy ma'lumotlarning to'g'riligi yanada katta ahamiyat kasb etadi. Kim rasmiy ishlagan, hujjatlari joyida bo'lsa, xavotiri kamroq. Kimda norasmiy ish, eski korxonalar, familiya o'zgarishi, arxiv muammosi yoki ba'zida xatolik bo'lsa, hozirdan harakat qilish kerak. Mening sizga eng asosiy maslahatlarim shular. Mehnat tarixingizni yillar bo'yicha yozib chiqing. Elektron bazani tekshiring. Mehnat daftarchangizni ko'zdan kechiring. Arxiv ma'lumotlarini yig'ing. Xato topsangiz yozma murojaat qiling va pensiya yoshiga yetishni kutib o'tirmang. Pensiya bu bir kunlik masala emas, u butun mehnat hayotingizning natijasi. Shu sababli har bir hujjat, har bir sana, har bir rasmiy yozuv muhim. Sizda ham pensiya staji, hujjatlar, arxiv yoki yangi tizim bo'yicha savollar bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Qaysi holatlar sizni ko'proq xavotirga solyapti? Fikringizni yozing. Videoni foydali deb bilgan bo'lsangiz, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki pensiya haqida vaqtida bilgan odam keyin o'z haqini talab qilishda ancha kuchli bo'ladi.